Bu savdogarlarga murojaat. Kecha 1,5 ming so'mdan narx qo'ydim, hamma yig'ladi. 20-iyun Food City Tarvuz bozordamiz. Mana yangi tarvuzlarimiz keldi. So'yib ko'raylik. Bismillah. Oh, bola, mana yorilib ketdi qarsiga. Pichoq qandan. Свежий erta. Mana. Pichoqni yorilib ketyapti tarvuzda. Mana tarvuz. Buni narxi 2000 so'm. Свежий. Har doimgidek o'sha bitta xom chiqqaniga 20 ta tekin. Xom chiqquncha so'yamiz tarvuzni. Bu savdogarlarga murojaat. Kecha 1,5 ming so'mdan narx qo'ydim, hamma yig'ladi. Hozir bu narxi 2000 so'm. Oborada shaharda sotadiganlar 1000 so'm 1,5 ming qo'yib sotadi. Ularning yo'l kirasi bor, xarajati bor, tirikchiligi bor. 1000 so'm 1,5 ming so'm qo'yib sotadi kilosiga. To'g'ri xaridorlar. Faqat optimda 2000 so'm. Lekin tarvuzlarni свежий, xom chiqquncha so'yamiz hozir любойni. Tarvuzga javob. Mana tarvuz holati, yangi yukimiz. Hammasi ovozi bor. 1,5 minglik skidga, 1000 so'mlik skidkalar bo'lib turadi, haftasiga bir marta. Xaridorlar to'g'ri faqat o'z skidkaga. Ziyon qilsak ham skidga qilib beramiz. Haftasiga bir marta faqat.